Assalomu alaykum, aziz qadrdonlar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Ibn Sabir yana yo'lga chiqdik. Yevropadagi safar tugab, bir kun vatanda bo'lib, bugun mana Xitoyga keldik. Guanzhou. Guanzhouda katta yarmarka bo'lyapti. Bu yarmarkalar mavzusi juda katta, hamma zavodlar, hamma ishlab chiqarish, tadbirkorlar yig'ilgan. Biz o'sha qurilish, santexnika masalalari bo'yicha yarmarkani o'tkazgani keldik. Tadbirkorlar ham bor. 25 ga yaqin. O'zingizlarda yaxshimi hammasi? Xitoyning ob-havosi yaxshi, salqin emas, sovuq emas, ya'ni bizni bahorga o'xshaydi. Guanzhouda qish bo'lmasa kerak. Salom berganlarga va alaykum assalom va rahmatulloh. O'zbekistonga qachon kelasiz? Bir haftada qaytamiz inshaalloh. Bundan keyin qaytgandan keyin yana safar bor. Endigi safar dunyoning narigi chekkasiga. Nasib bo'lsa bir o'quvchimiz dunyo olimpiadasida ya'ni g'alaba qilgan, qo'lga kiritgan, Amerikada o'sha yakuniy musobaqa bo'ladi. Shunga olib boramiz. Power High School maktabimizni natijalaridan inshaalloh robbil alamin. Xitoydamiz, Guanzhoudamiz. Xo'p, shoxista uy-joy to'g'risida sizdan maslahat olmoqchi edi. Salomat bo'ling. Shavkat Shams Anvar sanmi nima? Assalomu alaykum, yaxshimisiz, salomatmisiz? Ayollarning Instagramga mukkasdan ketganligi nima nasihatingiz bor? Nafaqat ayollar, hamma ham, yoshlar ham, hamma ham bunaqa mabodo Instagramda foydali, o'ziga kerakli ilm bo'lmasa, mukkasdan ketish yaxshi emas. Ayollarniki 2 martalab yaxshi emas. Chunki ayollar mas'uliyati ko'p jamiyatda. Ayol kishi jamiyatda farzand tarbiyasi uchun muhim rol o'ynaydi. Instagramda o'tirib bolasi bilan shug'ullanmasa, bolasi ham katta bo'lganda onasi bilan shug'ullanmay qo'yadi. U ham Instagramda o'tiradigan bo'lib qoladi. Shu oilaviy kontrol degan narsa bor telefonda ham. Erlar ayolini shu ko'p shug'ullanayotgan bo'lsa, 1 soat 2 soatdan keyin Instagramga kira olmaydigan qilib qo'yish kerak. Bir kunda 1 soat ko'rsin. Bu ham ko'p o'zi aslida-yu. Endi bloger ayollar bor, ularga bir narsa deya olmaysiz. Psixologlarga qoyil qilaman lekin. Psixologlar bor. Dunyoni baxtga to'ldirishadi. Cho'ntaklarida hech temiri yo'q baxtdan. Instagram do'stlar, ommalashuv degan siyosat bor dunyo maydonida. Ommalashuv, kurasal siyosat deydi. O'sha siyosatni bir bo'lagi. Hammani bir xil fikrlash, hammani bir xil saviyaga tushirish, hammani iste'molchi qilish harakati bu. Bu Netflixdan tortib YouTube, ijtimoiy tarmoqlar, Facebook, Instagram hammasi odamlarning fikrlarini bir tomonga yo'naltirish. Bu boshlang'ich teoriya Amerikadan boshlangan, oxiri borib Amerikaning ham mazasini qochiryapti. Mana shu siyosat to'xtatisha olmayapti. E'tibor bering, Sarkozy degan jinniroq odamni prezident qilishdi. Mana shu kurasal siyosatni, global siyosatni natijasida tupoy odam, ko'cha odamlari, ziyolilarni oyoq osti qiladigan, haromxo'rlarni boshiga ko'taradigan siyosat. Ukrainada bitta artist prezident qilindi. Mana shu siyosatning natijasida. O'zlarini xohlaganini qo'ydirishib, xohlagan bir siyosat qilmoqchi bo'lishdi-da.
artist siyosatni ko'chasidan o'tmagan, na bir parlamentga, na bir deputatlikka, na bir siyosiy partiyaga aloqasi bo'lmagan Zelenskiy degan bitta goluboy parvarni olib kelib o'rnatib qo'yishdi. Ukrainani jar yoqasiga olib kelib qo'ydi hozirgi kunda. Ukraina xalqi nima aybi bo'ladi? Ukraina xalqi bilan rus xalqi qarindosh bo'lsa, qoni bitta bo'lsa, tagi bitta bo'lsa, buni qasddan qilishdi. Aylanib o'rgilib Biden degan prezident qilishdi. Amerikaga ham urdi bu ta'sir. Amerikaga ham. Biden bir gapni gapirsa, oxirini tugatib qo'yadi. Topolmay qoladi. To'g'ri ketayotganda orqaga yurib ketib qoladimi? Bir joydan chiqayotganda yiqilib tushadimi? Gapirgan gapini bilmaydi. Nima desa, mana shu ahmoqlar jamoasini osmonga ko'tarish bu. Italiyada Berlusconi degan ko'cha mafiyasini prezident qilishdi. Ko'cha mafiyasi prezident bo'ldi, bosh vazirmi nima bo'ldi? Boshliq bo'ldi xullas. Ko'chani osmonga ko'taradi, ziyolilarni oyoq osti qiladi. Ziyolilarning ustidan kulgan sari Berlusconini osmonga ko'tarishaverdi. Bratan qilib. Mana shu siyosatning natijasi. Hozir Italiya shu taxminan 15 yildan beri 10 yil atrofi bo'ldimi? O'zini eski ziyoli statusga qayta olmayapti. Tashvish bor, muammo bor. O'rta Osiyoda ham shunaqa bo'larmikin deb Jahongir chiqdilar. Qo'llarida tor, bir qo'llarida kimning shapkasi. Bu qolarmikin deb o'ylayapti-da, bo'lish ehtimoli yo'q emas-da. Mana shunaqangi to'poylarni, mana shunaqangi jinni turuqlarni jamiyatlarning tepasiga olib kelinsa, kurasal siyosat yuradi. Kurasal global siyosat, globalistlar siyosat. Dunyoning hamma joyini bir xil fikrlash. Instagram ham shu, bir xil fikrlash. Reels video bilan miyalarni chachib tashlash. Fikrlamasin, ixtiro qilmasin, kashfiyot qilmasin, o'tiraversin Reels videoda. Maqsad shu. Buni ta'minlashadi. Reklamalar hammasi shunga yo'naltiriladi. Qorningiz ochmi? Vaqtingiz yo'qmi? Ha, fast food. Tezda ovqatlanasiz. Chanqayapsizmi? Cola, Pepsi. Hech yoqqa qarab o'tirmaysiz. Yeb, ichib o'tirib, mana shunaqa hayot o'tkazaverasiz. Dunyoni o'sha kurasal siyosatning tepasidagilar biz boshqaramiz degan rejasining tagidagi lambo. Shu narsalardan ehtiyot bo'lish kerak. Chunki Goebbelsning bir gapi bor. Inson zehni dangasa bo'ladi. Insonning aqli dangasa bo'ladi. Nima degani bu? Siz bir informatsiyani bersangiz, tekshirib o'tirgisi kelmaydi, ishongisi keladi. Ishongisi kelganda o'sha muddatda foydalanib qolinadi. Aldanadi, aldovga ishontirilgandan keyin qurbon qilinadi. Aqlini ishlatgan qurbonlikdan qutulib qolishi mumkin. Voy, shunaqa ekanmi degan odam ketdi shu bilan. Jamiyatda Jasmin degan isqirtni ham xonim deb yurgan odamlar bor. Bo'ladi bunaqalar. Yuzini berkitib olib islomdan gapirayotganlarni bu Qur'ondan gapiryapti-ku deb ergashayotganlar bor. Ergashayotganlar. Keyin juda ko'p odamda alam bo'ladi. Shaxsiy alam, masalan, u jamiyatda o'rnini topa olmaslik, ishi yurmaslik yoki kimdandir kaltak yegan yoki nimadir ishini ya'ni amalga oshira olmagan alam bu. Bu alamni ijtimoiy tarmoqda ikkita odamni urushtirish evaziga mazaq qilgisi keladi. Hozir yana boshlashdi. Alloh rahmat qilsin Sherali hoji Jo'rayevni farzandlarini masalasi. Ikkala tomonga ham nasihat oldin ham qilganimda nasihat va otaylar haqidagi mavzuga nuqta qo'yinglar. Nuqta qo'yinglar. U Shohjahonga ham bu nargi Zohir Shohga ham boshqalarga ham, jurnalistlarga ham nasihat. Olishsa endi biz nasihatni aytib qo'yaveramiz u. Botirga ham nasihat. O'tib ketgan ota-onalarni mavzusini kim savol bersa ham javob bermanglar. Sizlarning aqlinglar, fikringlar joyida odamsizlar. Javob bermanglar. Mana otam haqida, onam haqida savol bermalaring menga deylar. Bu nomus masalasi, oila masalasi. Bir paytlar bunga odamlar qon to'kkan.
ota-onalarini mavzuga olib chiqib, jurnalistlar PR qilyapti xolos, pul topyapti xolos. Mashhur odamlar bo'lganligi uchun ko'tarishib bir-biriga ya'ni o'yin qilishyapti. Orada ba'zi artistlarni ham qo'shib olishyapti. Sardor qo'shilibdi hozir. Mana shu narsalar bizning millatga yarashmaydigan narsalar. Yarashmaydigan. Hazrati Alining bir gapi bor. Bir odam o'zini oqlayverishligi, cho'ta shunda qora borligiga dalilda shu. Oqlayvermaslik kerak. Sherali Jo'rayev millatni bulbuli, millatni yetuk insonlaridan, Navoiyni xalqni zehniyatiga qoqib qo'ygan odamlardan, katta shoirlarni butun xalq tanishiga sababchi bo'lgan odamlardan. Bo'ldi, ularning san'atini gaplashinglar bo'ldi. O unda bo'lgan edi, bu bunda bo'lgan edi, u kimni o'g'li, bu kimni qizi. Bular hammasi o'sha hasadgo'y, hayotda o'rni yo'q, birovdan alam olishlikka bahona qidirib yurgan odamlarning ishi. Shohjahon ham, Botir do'stlarimiz ham, Zohir Shoh ham sizlar oilani himoya qilinglar. Nima bo'lgan bo'lsa bo'ldi, bu yog'ida kim shu oila haqida savol bersa javob bermanglar. Nomus masalasi, bu savolni menga bermadinglar. Sansiranglar savol bergan odamni. O'tirgan joyingda o'tir dinglar. San'at haqida savol ber, gaplashaylik deylar. Ana shu do'stlar kurasal siyosatni, ya'ni global siyosatni ta'siri shu. Odamlar chiqib olib turib bir mashhur odamni gapirsa, hammaning fikri shu yoqqa chalg'isa. Hammaning fikri shu yoqqa chalg'isa-da, biz kashfiyotlardan qolib ketsak, ilmlardan qolib ketsak, maqsad shu. Maqsad shu. Hozir endi bir oy tortilsa kerak bu masala. Ur yiqit, sur yiqit qilib. Ikkala taraf ham aqlli, xushli, xalq yaxshi ko'radigan insonlar. Xalqning ikkiga bo'linishiga sabab bo'lmaylar. Endi bu meni bir kichik odam sifatida aytayotgan gapim. Qabul qilasizlar, yo'q, o'zingizlar bilasizlar. Yuzma-yuz kelganda ham gapirdim men. Oqlashga hojat yo'q. Yo'q. Otasini hech kim mulohaza qila olmaydi, haqqi yo'q. Otamni ustidan shikoyat qilsam bo'ladimi deganda Imom Shofiy kalishini ustidan ham shikoyat qilmaysan degan. Oyoq kavushi bor, undan ham shikoyat qilmaysan. Otadan qana shikoyat qilasan? Otani qana mulohaza qilasan? Undoq qilganidalar, mundoq qilganidalar. Bu ham juda dolzarb mavzu bo'lib qoldi. Endi aytib qo'ydik-da do'stlar. Ikkalasi ham yaqin do'stlarimiz, biz hurmat qilamiz. San'ati gap yo'q. Hozir ma'noli, mazmunli san'atni shular olib boryapti. Sanoqli o'zi. O'sha Ozod aka bor, bular bor. Sardor Mamadaliyev ham yaxshi, ma'noli. Qolganlari jitir-jitir bo'lib qoldi-yu. Akam-aka, shakam-aka deb yuribdi. San'atmi shu akam-aka degani? San'atmi shu? San'at bilan shug'ullaninglar. Millatimizni ziyoli qatlamini olib chiqinglar yuqoriga. Akam-akalar chekara chiqsin, ular chiqib kelyapti o'rninglarga. Xo'p. O'shaning uchun Instagramdan chiqdi bu mavzu. Qadriyatga bog'lanmasak, global siyosatni ichida erib ketamiz, yo'q bo'lib ketamiz. Singib ketamiz. Biz qadriyatga suyanib davom etishimiz kerak. Kimligimizni esdan chiqarmasligimiz kerak. Kecha oldingi kuni Amir Temurning Sheroziy bilan bo'lgan bahsini qo'ydim. Men ming xil varianti bor uni. Bir bittasini gapirdim. Desam tagida yozib o'tishibdi endi. Sa'diy Sheroziydan ko'rishmagan Amir Temur, yolg'on gapirma, tarixni varaqla, o'qi. Tuppa degan odamlar shuna deb turibdi. Bu shilpindiriq. Sa'diy Sheroziyni aytayotganim yo'qman. Hofiz Sheroziyni aytyapman. Yuzlab Sheroziylar bor, minglab. Sheroz madaniyat markazlaridan biri bo'lgan. Fors madaniyatini gullatgan joylar, she'r, adabiyot, san'at, falsafa, fiqh, bir qancha aqida masalalari, davlatchilik, tijorat, katta ishlarni qilishgan Sheroziylar. Sa'diy Sheroziy Gulistonni egasi, Hofiz Sheroziy devonni egasi. Keyin tojik o'zbek masalasini ko'tarishyapti. Tojik o'zbek ikkita millat emas bular. Ikkita tilda gaplashadigan bitta millat. Tili ikki xil xolos.
Bitta millat. Hamma qadriyatdan, do'ppisidan tortib oshigacha. Madaniyatidan tortib to'yigacha. Ehsonidan tortib ma'rakasigacha. Bir xil. Lug'ati ikki xil bo'ldi. Usrab aka. Usrab chaqirishyapti. Kim? Kiradigan joy bo'lsa, o'sha yerda o'zingiz stopni borsangiz, ana peshixoti bor joyga, shopirga. Sen o'zing. Balandroq gapiring, qulog'im vachi eshitgan. Bo'ldi, stopni boramiz ana shu peshixot kelganda deyman. Eshitmay qolsa mabodo mani shopir. Bo'ldi. Xo'p. Ha, bo'ldi, tushdik joyda. Svetoforda tushamiz. Tojik, o'zbek degan millatchilikni ko'tarmanglar. Tojik ham o'zbek, o'zbek ham tojik. Qarindoshlarimiz bor qancha. Ha, Buxoriy davrida ham Buxoroda tojikcha gaplashilgan. Turkiy o'zbekcha gaplashilgan, tojikcha gaplashilgan. Samarqandda ham shu, hozir ham tojikcha gaplashadi, o'zbekcha gaplashadi. Ha, shu turada tushib qolaman. Shuning uchun millatchilik qilmanglar. Bekashtafi. Odam kiradigan joy bo'lsa, mana shu yerdan kirsa bo'ladi. Tayyor turinglar, tez tushib olamiz. You can stop here. Qo'shni otlarga boraga. Ha, qo'shni ot. Yo'l qo'shni ochamiz. Thank you. Nimaga oshiqyapti? Nima bo'lgan bu? Bitta urushni bilan. Bismillah. Yo, aleyküm selam. Kimsizlar? Xitoyda ham o'zbek. Hamma joyda o'zbek. Havo shunaqa mana. Yaxshi? Hop, qisqaroq shu, yana gaplashamiz. Xitoyda 5-6 kundan keyin qaytamiz nasib bo'lsa. Xitoyda yarmarka bo'lyapti. Yarmarkada tijoriy maqsadlarimiz bor. Yani davlat mas'ullarida nasib bo'lsa diydorlashamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.